Assalomu alaykum, hurmatli Nur Meyveli obunachilari. Mana unda holisa Toshkentdan tushgan zakasimiz tayyor bo'ldi. Biz zakas tayyorlab berdik buni zakas asosida. Xo'p, kuhunli uголок bunimiz. Razmeri kichikroq razmerda bo'ladi. Hop, 220 ga 180 holatda bo'lgan. Bunimizni razmerini aytib, shunga moslab tayyorlab berdik. Narxini aytamiz. Hop, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 3 million so'mga qilib beramiz. Bunimizni narxini boshida aytib bo'lmasak, narxini aytmading, shunaqa deyishyapti. Shuning uchun narxini boshida aytamiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida shu razmerda, misol, bu tomonni kichaytirib, bu tomonni sal uzunroq qilib ber desanglar ham xuddi shu holatda bo'ladi. Shu 3 million so'mga dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. Qolgan viloyatlarga dastavkasi alohida bo'ladi. Xudo xolisa razmerlarni aytdik. 220 ga 180. Hop, ichlari 100% sasna yog'och. Sidinalari 22 pilot paralonda bo'lgan. Xudo xolisa ancha-munchaga cho'kib, nega bo'lib qolmaydi, cho'kib qolmaydi. Ichlari ham 100% sasna yog'och. Taglari laminatlik, keyin ichida sondig'i ham bor buni. Jurnalistning razmeri 90 ga 115 holatda bo'lgan. Chekalarini avvalnik qilib tayyorlab berdik. Yosh bolalar o'tayotganda boshqada urib olmasligi uchun, urib olsa ham qattiq tegmasligini hisobini olgan holatda chekalarini avvalnik qilib tayyorlab berdik. Taburetchasini ham o'z 3 ta qirqa-qirqadan, bu kichkinadan 3 ta bo'lardi. Bitta kichkina bo'lsin, bittasini kattaroq qilib, ikkitani bitta qilib tayyorlab berdi edi. Bunisining razmeri 80 ga 40 holatda, bunisi 40 ga 40 razmerda. Ko'rishinglar mumkin, mana sondiqlari ham bor. Sondig'ining ichlari ham 100% laminat bo'ladi. PVH kronkalari ham qo'lda yopishtirilmagan, zavodskiy stanovda yopishtirilgan. Hop, mexanizmlari ham turetskiy yaxshi mexanizmda, prujinalik. Bolalar yoki yosh kattalar ochayotganda, yopayotganda ehtiyot bo'ladi. Chunki prujina borligini hisobiga otib yuborishi mumkin. Mana o'zi tortib oladi. Shu holatda ko'tarayotganda sirazi ko'tarib yuborishi mumkin. Chunki sidinamiz vesi yengil, prujinalilik uchun sirazi ochib yuborishi mumkin. Mana bu tomonida ham o'tashimdagi mexanizmi bor. Ichlari 100% laminat, bemalol 100 kg, 150 kg. Misol idish tovoq qo'yiladi, asosan bularga oshxonada turgancha idish tovoq qo'yiladi. Idish tovoq qo'ysanglar bemalol sig'oradi, yukini ham bemalol ko'taraveradi. Haligi 1-2 oydan keyin o'rtasi avvalni bo'lib cho'kib qolishi, bunaqa narsa bo'lmaydi. Chunki bu displey laminat bo'ladi. Qorasidan qilganmiz. Endi bunimizni o'zi qora pantera fasonimiz bor, bilasizlar. Endi bunimizni ham qanaqa nom beramiz, kommentariyada yozib ketasizlar. Qora pantera deymizmi yo qora pantera kichigi deymizmi? Kommentariyada unisini yozib ketasizlar. Xudo xolasa o'nchab tanlamaydi, uyni to'ra burchagiga tushaveradi. Bu ikki katta razmerni bu tomonga olib qo'ysanglar, bu yog'i 220, bu tomoni 180 holatda bo'laveradi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli hamyonbop uголокlar, kuhunli uголок yoki kattasi kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Ko'rishinglar mumkin, orqalari ham o'zining materialida. Xudo xolasa o'ta chiroyli holatda bitgan. Polni o'zining materialida yopilgan, noshkalari ham bu kichikligi uchun 4 ta qo'yilgan, bunisida razmeri uzunligi uchun 1,5 metr, bunisi bu bo'lagi. Shuning uchun bunisini noshkasini oltita taqib qo'yganmiz. O'rtasi ham belay yormaydi. Xudo xolasa telefon qilib aloqa chiqinglar. Xudo xolasa narxini aytdik. 3 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Narxi arziydimi? Bir qator unisini ham yozib ketarsizlar kommentariyada. Bittadan like, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bunaqa yangiliklarimiz xudo xolasa ko'p chiqadi.